jonli kitob. Hikoyalarimizni to'liq va qismlarini oldindan tinglamoqchimisiz? Barcha ma'lumotlar Telegram kanalimizda. Jonli kitob Telegram kanaliga a'zo bo'ling va barcha yangiliklardan oldinroq xabardor bo'ling. Garov. Muallif Saida Aziz. Tursunoy xola Sherzodga bir yaxshi odam pul berib ketganini aytdi. Nima qilishni o'ylashayotgani orasida suv chiqarmoqchiligini ham qistirib o'tdi. Yaxshi o'ylabsiz, onam. Bo'ldi. Pulni menga beringlar. O'zim odam topib, shu yerdan quduq qazdirib, suv chiqartirib beraman. Bu pul yetmasa ham kerak-ku. Mayli, yetmaganiga o'zimning yonimdan qo'shaman. Degancha pulni oldi. Tursunoy xola Mabruraga qaradi. Singil akasiga ishondi. Indamadi. Faqat tezroq bolam, dedi ona o'g'lini shoshirib. Xo'p, yur charos, onang chaqirayotgandi. Bo'p, yaxshi o'tiringlar. Degancha Sherzod pulni olib, qizni ergashtirib chiqib ketdi. Saraton chiqqaniga qaramay, yozning nafasi qaytay demasdi. Quyosh yerga yanada yaqin kelgancha, odamlarni o'z tandirida obdon pishirishga urinardi. Bu paytda salqin joylarda salqinlashga ne yetsin? Kun hali choshgohga yetmagan bo'lsa-da, havoning issig'i odamni lohas qilardi. Shu paytda Shahzod va Jahongir o'zlari yaxshi ko'rgan, doimiy uchrashadigan manzil Oromjon kafesida suhbatlashib o'tirishardi. Muzdekini sharbatdan ho'plab qo'yarkan, Jahongir o'z hayratini yashirmadi. Shahzod, ajoyibmisan? Nega garov o'ynaysan? Vaziyat shunaqa bo'lib qoldi, o'rtoq. Xo'p, boribsan, ko'ribsan, pul beribsan. Bo'ldi? Yo'q, garov shartiga ko'ra, bir oydan keyin u ayol biror joyda ishlayotgan bo'lishi, chiqindixonada o'tirmasligi kerak. Shuyam tashvishmi? Borginda ayolga har oyda sizga 5 million pul beraman. Faqat chiqindixonaga bormang deb ayt. U rozi bo'ladi. Qarabsanki, muammo hal. deya Jahongir telefoniga kelgan xabariga nazar tashladi. So'ng jilmayib qo'ydi. Shahzod uning jilmayishiga hayron bo'ldi. Kim? Nozi, dedi Jahongir og'zi qulog'ida. Shahzod miyig'ida kulib qo'ydi. So'ng o'ychan qiyofada atrofga nazar tashladi. Sal narida bolasi bilan taomlanayotgan ayolga ko'zi tushdi. Xayoliga yana Mabrura keldi. Jahon, o'sha ayol haqida xotiningdan so'rab ber, iltimos. Mahallasi-ku, hamma narsani bilsa kerak. Bugun yana borib kelmoqchiman. Jahongirning ko'zlari katta ochildi. Nima endi, har kuni qatnamoqchimisan? Borda men aytgan taklifni bildir. Tamom, masala hal. Mayli, Nozidan so'rab ko'raman. Ismini nima deding? Mabrura opa, dedi Shahzod soatiga qararkan. Bo'pti, men turdim. Sendan biror yaxshi gap chiqadimi deb o'ylagandim. Ammo Jahongir hayron bo'ldi. U ham o'rnidan turarkan qo'shimcha qildi. Nima de? Yomon taklif aytmadim. Har oyda qiladigan ehsoning bo'ladi. Shahzod do'sti bilan kalla urishtirib xayrlashdi-da, ko'cha eshigi tomon odimladi. Uloviga o'tirarkan, u tomon jilmayib kelayotgan qizga hayron qaradi. Sochlari qoramtir, bug'doy rang yuzli, shahlo ko'zlari kishining jonini olgudek kulib boquvchi. Yengil pardozi o'ziga yarashgan. Kilo tushim va kalta pushti kofta kiyib olgan aslzodani yigit yoniga yaqin kelganda tanidi. Zoda? Shahzod uni tanimay qayta savol berdi. O'zingmi? O'zim, tanimasligingizni bilgandim, deya xandon otib kuldi qiz. Yoshlar qo'l berib ko'rishishdi. Qachon qaytding? so'radi Shahzod qizning kulib turgan nigohiga boqarkan. Kecha, va nihoyat hammasini yakunlab Toshkentga keldim, dedi aslzoda mayin tabassum bilan. Kechga Aziza xolamni ko'rib qaytaman deb turgandim. Yaxshiki sizni uchratdim. Ahvolingiz qalay? Aslzoda samimiy ohangda yigitga savol berdi. Mana, ko'rib turganingdek yuribmiz. Ketyapsizmi? Biror narsa ichib gaplashib o'tirardik, deya qiz qo'l soatiga qaradi. Dugonalarim bilan uchrashmoqchi edim. Uydan ertaroq chiqibman. Ular kelguncha kutib o'tirarman deb kelavergandim. Bejiz emas ekan, yuragim sezibdi-da. Yana jilmaydi. Jahon bilan ko'rishgandik. Eshitgandirsan, u uylandi. Ha, oyim aytdilar. Savolimga javob bermadingiz.
Men bilan biroz o'tirasizmi? Yo, sinovchan tikildi qiz. Shahzod ham qo'l soatiga nazar soldi. Yana Mabruraning qishlog'iga bormoqchi edi. Ammo Aslzodani ham ranjitgisi kelmadi. Mayli, yur, dugonalaring kelguncha. Bu javobdan qizning ko'zlari yog'du taratdi. Ikkisi qahvaxona tomonga yurib ketishdi. Aslzoda ham xuddi Jahongirga o'xshab Shuhrat akaning yana bir do'sti Rustam Botirovning qizi. Ularning oilaviy bordi keldisi bor. Aslzodaning onasi Nasibaxon ham Azizaxon bilan bir davrada yuradi. Endigina 20 ni qarshilagan Aslzoda Londonning top universitetlaridan birida tahsil oladi. Otasining davlatidan unumli foydalanishni biladigan qiz. Erka tantiq emas, ammo sho'xligi, shaddodligi bor. Ushlagan joyini uzmasdan qo'ymaydigan fe'li ham yo'q emas. Bolaligidan buyon Shahzodni pinhona yaxshi ko'radi. Bu haqda hech kim bilmaydi. Na qizning onasi, na dugonalari. Aslzoda g'ururini sevgisidan ham yuqori qo'yguvchilar toifasidan edi. Biroq Shahzodni ko'rganida ko'zlari qalbidagi tuyg'ularni oshkor etardi. Ayni lahzalarda ham Shahzod u bilan birga ichkariga kirarkan, yuragi qinidan chiquvdek depsinganini his qildi. Sherzod bir dasta pulni olib uy ichiga kirdi. Divanda o'tirgancha telefondan bosh ko'tarmayotgan Dilorom eshik ochilgani uchun o'sha tomonga bir qarab qo'ydi. Sherzod miyig'ida kulgancha pulni trimo ustiga qo'ydi. Shuncha pulni kim berdi ekan-a? Dedi oynadagi aksiga qarab. Dilorom eriga nigohini qadarkan, qanaqa pul? deya so'radi. O'rnidan turib Sherzodning yoniga keldi. Erkak trimo ustidagi pulga ishora qildi. Mabrurga bittasi ehson qilib ketibdi. Voy, shuncha pulnimi? Qaysi ahmoq ekan? Pulni olib sanay boshladi. Sanash shart emas, 10 million ekan. Charos aytdi. Dilorom yana hayrat ichida eriga qaradi. Charos qayerdan bilibdi? Ayam pulni sanashga chaqiribdilar. Bu pulga suv chiqaramiz dedilar. Xo'p, o'zim suvchini gaplashib beraman deb pulni olib chiqdim. Dilorom ayyorona jilmaydi. Suv chiqarasizmi? Ha, suv chiqarish uchun unchalik ko'p pul ketmaydi. Narigi mahalladagi Azizga aytaman, keladi. Hovlidan chiqarsak bo'ldi-da, qolganini o'zi qilaveradi. Dedi bepisandlik bilan. Dadasi, menga ham bering, bozor aylanib kelay. Kelasi haftaga sinfdosh dugonam Nafis qizni uzatyapti. Yangi ko'ylak olishim kerak. Xudoni o'zi yetkazdi. Sherzod xotiniga o'qrayib qaradi. Bu pulga tegma, mashinamga balo olishim kerak. Erkak pulni olib, kiyim javonni ochib, kostyumining cho'ntagiga solib qo'ydi. Bo'pti, men kiraga ketdim. Degancha chiqib ketdi. Diloromning qoshlari chimirildi. Anu Merovga kim buncha pulni tashlab ketibdi ekan? deya o'ylay boshladi. Qaynisinglisini hech jini suymaydi. Kelin bo'lib kelibdiki, yoqtirmaydi. Qandaydir tentakmi yey. Aksiga olib, yangi kelinligida yoniga suykalib kelaverardi. Kelinoyi degancha unga tikilib o'tirardi. Bu esa uni battar asabiylashtirardi. Shu holida 10 yil yashadi-ya. Arang tishini tishiga qo'ydi. Ko'rgan tanishlari borki, telba qaynisingning yaxshimi? Ehtiyot bo'l, qizing o'xshab qolmasin, deyishsa, battar jazavasi tutardi. Kelib erdan alamini olardi. 10 yildan so'ng opalariga aytib, bir o'ziga o'xshagan nogiron odamni topdi-yu, uzattirib yubordi. Qutuldim deb o'ylagandi. Oradan 4 yil o'tib, yana boshga keldi. Nogiron er o'lib qoldi. Homilador holida qaytib keldi. Er sho'rlik o'zidan zurriyot qolganini bilmay bu olamdan o'tib ketdi. Endigina keng uyning kelinchagi bo'lib yashayotgandi. Qaynonasi ham gah desa qo'liga qo'nar. Eri-ku uning izmidan chiqmasdi. Sherzod uni juda yaxshi ko'rardi. Diloram uchun bu sevgi qurol edi. Bu qurol bilan erning qarindoshlarini otish oson bo'lardi. Shunday qildi. Mabrura tuqqandan keyin 1 yil o'tib, Dilorom arzimagan narsadan bahona chiqardi. Arazlab uyiga ketib qoldi. Ortidan borgan Sherzodga, singling bilan yashamayman, uni boshqa joyga ko'chirsang, keyin boraman deb talab qo'ydi. Sherzod uning talabiga so'zsiz bo'yin egdi. Uyga keldi-yu, onasi bilan kengashmasdan ham shart hovlining 3dan 1 qismini bo'ldi. O'rtaga devor tortdi. Narigi tomonga esa 2 xonali uy soldi. Amal taqal qilib, tomini yopib, somon shuvoq uyga singlisini ko'chirib chiqardi. Bu nima qilganing bolam? Axir yolg'izgina singling-ku.
deb norozilangan onasiga men ham o'z oilam bilan tinch yashashni istayman, aya, deb javob qildi. Dilorom bir o'q bilan ikki quyonni ura olgandi. Qaynisingilning ortidan qaynona ham ketdi. Ana endi hovlining tanho bekasi o'zi bo'ldi. Dilorom ochiq turgan derazadan yashnab turgan hovlisiga nazar tashlarkan, shularni o'yladi. O'sha ikki xona uyga shu kungacha oyoq bosmagandi. U hamon Mabrurani mensimas, hatto odam o'rnida ko'rmasdi. Alloh ayrim insonlarning yuziga go'zallik berarkan-u, biroq qalbini qop-qora zulmatga aylantirarkan. Dilorom o'zining husni bilan mag'rurlanib, qalbiga nazar solmaydiganlar toifasidan edi. Uydan haydaganda ham, Mero deb kamsitganda ham, hatto akasidan ayirib boshqa uyga ko'chirib yuborganda ham Mabrura unga bir og'iz gap aytmadi. Biror raddiya yo e'tiroz bildirmadi. Bunga sari Diloromning asabi battar o'ynardi. Nega unday qilyapsiz deb so'rashni ham bilmaydi bu tentak, deb qo'yardi ortidan. Lekin hozir eri olib chiqqan pulni ko'rib, xayolida turfa o'ylar keza boshladi. Bir yo'qilib chiqsammikin? Kim keldi, nega berdi, so'rasammikin? deya o'yladi ayol. So'ng Charosni chaqirdi. Charos, xamir ol, bir somsa qil, buvingni yo'qlab chiqamiz. Charos hayron qoldi. Quyosh qay tarafdan chiqdi? Onasi shu paytgacha anavilar deb mensimay, oyoq uchida ko'rsatadigan ammasi va buvisini yo'qlamoqchimi? Hayrat bilan oshxona tomonga yo'naldi. Shahzod va Aslzoda eski xotiralarni eslab suhbatlashishdi. Esizdami? Biznikiga borganingizda hovuzda cho'milaman deb cho'kib ketishingizga oz qolgandi. Bir qo'lim bilan qo'lingizdan, ikkinchi qo'lim bilan hovuz chetini ushlab turgandim. Rosa qo'rqqanman, dedi Aslzoda jilmayib qo'yarkan. Ha, dadang yordam bergandilar. O'sha paytda suzishni bilmasdim. Shu voqeadan keyin dadam suzishga yozdirgandilar. Ha, bolalik davri boshqacha ekanda. Samimiy, beg'ubor. O'sha kunlarimizni sog'inaman. Biznikiga ko'p borardik Shuhrat amakim bilan. Shahzod bosh silkib qo'ydi. Hozir esa faqat sog'inib eslaymiz. Qizning ovozida qandaydir titroq sezildi. Ish ko'p, vaqt yo'q. Hech kim o'zidan ortmaydi. Lekin endi shu yerdaman Shahzod aka, balki ko'rishib turarmiz, dedi qiz umidvor tikilib. Uning ko'zlarida mehr jilo sochib turardi. Yigit esa ko'zlariga boqmadi. Oyna tarafga nazar tashlagancha, Xudo xohlasa deb qo'ydi. Aslzodaning telefoni jiringlab, dugonasi kelganini ma'lum qilgach, yigit o'rnidan turdi. Mayli, kuning yaxshi o'tsin, Zoda, dedi Shahzod qo'l uzatarkan. Sizniki ham yo'q bo'lib ketmay, telefonim o'sha. Okey. Shahzod qizga qo'l siltab, qahvaxonadan chiqib ketdi. Ortidan esa ma'sum, biroq sevgiga yo'g'rilgan nigohlar ergashganini payqamadi ham. Kun peshindan o'tgan paytda Mabrura har doimgidek chiqindixonada o'tirardi. Baklashka va karton qog'ozlarni ikki tomonga ajratardi. Kunning tig'i ayolga ta'sir qilmasmidi yo uning o'zi befarqmidi bilib bo'lmasdi. Kichkintoy Shahzod esa yonida unga qarashib turardi. Shu topda ko'p qavatli uy tarafdan bir ayol qo'lida ikkita katta qora paketni tutgancha chiqindixonaga yaqinlashdi. Mabrura o'tirgan joyidan turdi. Ayol paketlarni tashlashdan avval unga nigohini qaratdi. Singlim, bu yerda nima qilyapsiz? Menmi? Nima deyishni bilmay kalovlandi Mabrura. Haligi baklashka va qog'ozlarni kun juda qizidi-ku. O'g'lingizning boshidan oftob o'tmasin. Boring, sal qiroqda kelasiz. Yo'q, u paytda odam ko'p bo'ladi. Hozir hamma uyda, hech kim ko'chada yo'q, dedi Mabrura biroz tortinib. Ayol unga rahm nazari bilan qaradi. Hech kimingiz yo'qmi? Mabrura siniq jilmaydi. Nega endi? Onam, akam borlar. Ayolning nigohida hayrat paydo bo'ldi. Akangiz shunday yurishingizni biladimi? Mabruraga savol og'ir botdi. Qanday yuribdi ekan? Yomon ish qilyaptimi? O'g'irlik qilmayapti, birovni talamayapti. Shunchaki boshqalar tashlab yuborgan yelim idish va kartonlarni yig'ib, qayta ishlashga topshiryapti. Yomon ish qilmayapman-ku. Baribir bu ishni ham kimdir qilish kerak-ku. Bu ishlarni lo'llar qilishadi.
Siz lo'limassiz shekilli. Ayolning gapi Mabruраga ta'sir qilmay qo'ymadi. Ammo sezdirmaslikka urindi. Yelka qisib qo'ydi. Gapirmadi. Ayol biroz qarab turib, qo'lidagilarni uzatdi. Buning ichida ham yelim itish, kartonlar va kiyimlar bor. Ko'ring, balki o'g'lingizga to'g'ri kelar. Tashlab yuborgim kelmagandi. Sizga bera qolay. Ayol paketlarni yerga qo'ydi-da, ortiga o'girilib ketdi. Bu olamda odamzoddan vahshiysi yo'q, deganlar haq gapni aytishgan. Vahshiy hayvonlar o'zidan ojizlarning go'shtini yeydi. Bu tabiat belgilangan qonun. Lekin odam bolasi o'zidan ojiz bo'lganlarning go'shtini emas, qalbini yeyishni ma'qul ko'radi. Ayolning gapi Mabruraning naq yuragiga o'qdek qadaldi. Chiqindixonaga kelib, yelim idish va qog'oz olib ketish unga ham havas emasdi. Biroq bolasini boqish kerak. Qo'lidan shu ish keladi xolos. Odamlar bilan chiqisholmaydi. To'g'rirog'i, ular bilan gaplashishni ham bilmaydi. Qandaydir qo'rquv bor ichida. Bu nimaligini o'zi ham anglamaydi. Qizaloq payti otasi uni ko'p turtkilardi. Onasini ham ko'p urardi. Qizaloq ekan, qattiq qo'rquvga tushardi. Qo'rquv ta'sirida hatto tutqanog'i tutib qolardi. Uning suyangani akasi edi. Biroq u uylangach, singildan uzoqlashdi. Mabrura yaxshi eslaydi. Uyga kelin kelganda hammadan ko'p u quvongandi. O'zidan 3-4 yosh katta kelinoyisining chiroyini ko'rib, ichida ajoyib hislarni tuygandi. Unga yaqin bo'lishga urindi. Yo'q, kelinoyi qizni xushlamadi. Xuddi moxovdan qochgandek uni o'zidan uzoqlashtirdi. Mabrura o'ziga yaqin deb bilganlar undan qochishni bilgach, o'zini odamlardan torta boshladi. Hatto onasi bilan ham ochilib gaplasha olmasdi. 30ga yaqinlashganda turmushga berishdi. Eri yomon odam emasdi. Ammo aravachaga mixlangan 40 yoshlar atrofidagi notavon odam edi. Kap-katta erkak, oyoqlari ishlamasdi. Ko'zlari g'alati boqardi. Mabrura uning yoniga borganda o'zini keraksizdek his qilgandi. Onasi va akasi uni shu odamga loyiq ko'rdimi? Qolganlardan nima kutish mumkin? Erining fe'li g'alati edi. Bir boshlasa, butun dunyoni ag'darib so'kardi. Qo'liga tushgan narsani uloqtirardi. O'sha paytda uning ko'ziga ko'rinmaslik kerak edi. Jim bo'lib qolgan kezda esa yosh bolaga aylanardi. Mabrura o'z qo'lida taomlantirardi. Ularni er-xotin deb atash to'g'ri bo'larmidi, yo'qmi? Ayol hamon anglolmaydi. Oralarida nikoh xutbasidan boshqa hech narsa yo'q edi. Erkak uchun u enagi edi go'yo. Ammo Mabruraning parvarishimi yo boshqa sababmi 3 yildan so'ng eri yaxshi gapiradigan bo'lib qoldi. Ana o'shanda ularning orasida ilk marta er-xotin munosabati his etildi. O'sha bir kecha Mabrura uchun atalgan ekan. Bir oy o'tar o'tmay eri olamdan o'tdi. Umrining so'nggi kunlarida seni Alloh siylasin, seni Alloh qo'llasin deyaverdi. Nazarda eri undan rozi ketdi. Erining o'limidan so'ng esa qayin tomon ustunlik qildi. Mabrurani yolg'iz qolganini pesh qilib uyga qaytarishdi. Ayol uyga qaytgandan so'ng homiladorligini bilgandi. O'shanda tinmay qusayotgan qiziga qarab, Tursunoy xola tashxisni to'g'ri qo'ygandi. Bu haqda eshitib Mabrura rosa ko'z yosh to'kkan. U quvonchdanmi, yo qayg'udanmi, hatto o'zi ham anglamasdi. Aslida o'g'li unga Xudoning in'omi bo'lgan ekan. Yaxshiki shu kichkintoyi bor. U bilan ovunadi. Tuqqanida eplolmagandi. Baxtiga onasi bor ekan. Shahzodni ham o'zi katta qilib berdi. Mabrura akasining ismiga uyqash qilib, Shahzod ismini tanlagandi. Xayollarga berilgan ayol chiqindixona qarshisiga kelib to'xtagan yana o'sha qora bahaybat mashinani ko'rdi. Avtoulov eshigi ochilib, Shahzod tushdi. U atayin rulni shu tomonga burgandi. Qani, kecha berilgan puldan keyin ayol chiqindi terishga chiqmagandir degan umid bor edi. Biroq yana o'z holicha o'tirganini ko'rib, qoni qaynadi. 10 million puli bo'la turib, yana shu yerdanmi degan savol o'tdi ichidan. O'zini arang bosib, ayol tomon qadam bosdi. Assalomu alaykum. Mabrura past ovozda alik oldi. Yana shu yerdamisiz? So'radi yigit ayoldan. Mabrura unga g'alati tikildi. Shahzod savolni noto'g'ri berganini fahmladi. Uzr, nega bu yerdasiz? Axir. Mabrura unga qaramay, yana o'z ishiga mashg'ul bo'lgancha hissiz javob qildi. Ishim shu.
Shahzod atrofga alangladi. Hech kim yo'q. Bu issiqda inson zoti uyida dam oladi. Nodon odamgina quyoshning tig'iga chiqadi. Kamiga yosh bolasini ergashtirib olgan. Shahzodning rosmana jahli chiqdi. Turing opa. Mabrura unga bir qarab qo'ydi-da, yana narsalarni ajrata boshladi. Shahzod ayolning bilagidan tutdi. Yuring men bilan. Mabrura cho'chib tushdi. Bilagini tortib oldi. Tegmang menga. Qo'rquvda ovozi baland chiqdi ayolning. Shahzod qo'lini ko'tardi. Xo'p, mana, yuring mashinaga, gaplashaylik. Nega menga yopishib oldingiz? Nima kerak mendan? Ko'zlari qo'rquvdan katta ochilgandi. Ortga tisarilib gapirdi. Qo'rqmang opa, sizga omonligim yo'q. Yordam bermoqchiman. Uyingizga borib, mafurja gaplashamiz. Hurkak nigoh bilan yigitga nazar soldi ayol. Kichkintoy shahzod bir onasiga, bir adashiga qarab qo'yardi. Mabrura chorasiz qadam tashladi. Ajratib qo'ygan narsalarni qopchiqqa joylamoqchi bo'lganda, shahzod biroz dakka ohangida so'zladi. Tashlang shuni, kerak emas-ku. Mabrura yigitning gapidan qirqoplarni mashinasiga qo'ygisi kelmadi deb o'yladi. Bir chetga surib qo'ydi. Keyin olib ketishga qaror qildi. So'zsiz yigitga ergashdi. Shahzod mashinaning orqa eshigini ochdi. Bolakayning ko'zlari quvonchdan porladi. Bunday bahaybat mashinaga birinchi bor o'tirishi edi. G'aniga, Aliga maqtanaman. Men shunaqa mashinaga o'tirdim deyman, deb qo'ydi o'ziga o'zi ichida. Mabrura esa o'g'lining qo'lidan tutib, o'rindiqqa cho'karkan, ortda qolayotgan narsalarga bir qur qarab qo'ydi. Charos va Diloromning birlagan somsa bilan chiqishi Tursunoy xola uchun kutilmagan holat bo'ldi. Shu choqqacha kelini bir kosa taom bilan yo'qlamasdi. Ko'chada ko'rsa, arang salomlashadigan Diloromni nima jin urdi? Tursunoy xola atrofga ko'z uchida nazar solayotgan kelinni kuzata turib o'ylanardi. Yo, ertalab Sherzod olib chiqib ketgan pulning kuchimikin? Ha, pul uchun chiqqan. Yot tavba, mana nimaga puli ko'plarga hamma qulluq qilarkanda. Charos buvisining onasiga sinovchan tikilib turishini ko'rib, o'zini kulgidan tiyib turardi. Aslida qizning o'zi ham onasidagi o'zgarishga hayron. Somsalar pishishi hamon laganga terdirdi-da, yur buvingni ko'rib chiqaylik deya yo'l boshladi. Mabrura ko'rinmaydi. Qaynonasiga nigoh tashladi kelin. Ko'chaga chiqib ketgandi, kelib qolar. Unda ishingiz bormi? So'radi qaynona kelinidan ko'zini uzmay. Ha, yo'q, bir so'rab qo'yay degandim. Oling, aya, somsalar sovumasin. Charos, choy qaynagan bo'lsa damlab kela qol, dedi qizi tomonga o'girilib. Qiz chaqqon o'rnidan turib tashqariga odimladi. Mabruraning gazi tashqarida edi. Bu gazni qaysidir mahalladoshi bergan. Uyni ta'mirlaganda hamma maishiy texnikalarni almashtirganda. Xafa bo'lmasangiz bermoqchi edim deganda o'shanda qo'shni ayol. Tursunoy xola jon deb qabul qilgan. Bus-butun, hech joyi qirilmagan gaz plita. Charos choy damlab kirganida Tursunoy xola somsadan tanovul qilayotgandi. Qo'ling dard ko'rmasin, Charos, sen pishirgandirsan, juda shirin chiqibdi, dedi Tursunoy xola nevarasini alqab qo'yarkan. Osh bo'lsin. Dilorom ham qaynonasining mulozamatidan so'ng somsaga qo'l uzatdi. Charos quyib bergan piyolaga ijirg'anib qarab qo'ydi. Choy ichmayman. Shu topda eshik tagiga kelgan mashinaning ovozi eshitildi. Keling, kelavering, degancha kichkintoy shahzod mehmonni ichkariga boshladi. Tursunoy xola ovozni eshitib hayron bo'ldi. Kim ekan? Charos eshik yoniga borib hovliga mo'raladi. Bola shahzodning qo'lidan tutgancha uy tomon yetaklardi. Ortidan esa jimgina Mabrura ammasi kelardi. Charosga yigitning qiyofasi tanishdek tuyuldi, biroq eslolmadi. Kichik shahzod tog'oychasini ko'rib ko'zlari porladi. Opacha, siz ham shu yerdamisiz? Shahzod qalaysan? Dedi Charos bolaga qarab. O'z ismini eshitgan shahzod qizga o'zgacha nigoh bilan boqdi. Yaxshi, uyimizga mehmon kelyapti, dedi biyron tilda. Shahzod shundagina qo'lidan tutgan bolaning ismi o'zi bilan adash ekanligini fahmladi. Charosning ortidan Dilorom ham hovliga shoshildi. Baland bo'yli, qora qosh ko'zli, ko'rinishdan, kiyinishdan badavlat ekani ko'rinib turgan yigitni ko'rib,
hangu-mang bo'lib qoldi. Mehmon, xush kelibsiz, deya mulozamat ko'rsatgan bo'ldi. Assalomu alaykum. Shahzod salom berdi. Diloromning ko'zlari chaqnab alik oldi. Mabrura esa kelinoyisini o'z uyida ko'rib lol edi. 6 yildan buyon mo'ralamagan kelinoyisi qayerdan paydo bo'ldi? Shahzod ortiga o'girilib Mabrura opaga qaradi. Qayerda bemalol gaplashib olsak bo'ladi? Charoz ammasiga qarab ajablandi. Dilorom ham bu yigitning tentak qaynisingilda nima ishi bor? Mabrura bu boyvachchani qayerdan topdi? Ichkariga kiravering, dedi Mabrura past ovozda. Shahzod ikkilandi, biroq chorasiz uy ichiga qadam tashladi. Ichkariga kirdi-yu, ahvolni ko'rib g'alati holga tushdi. Somon shuvoq uyning shifti ham yo'q edi. Eski taxtalar orasidan qamishlar osilib turardi. Devorlardan esa somon donalari chiqib qolgan. Pol ham qoqilmagan, tosh to'kib qo'yilgan. Istihola qilib qolganlar kabi oyoq kiyimini yechdi. Tovoniga tosh qadaldi. Xonaning ichida yana bir xona bo'lib, u qadar keng emasdi. 3 metrga 4 metr chiqsa kerak. Har ikki xonaning bittadan derazasi bo'lib, hovliga qaragan. Ammo qay birining oynasi bor, qay birida yo'q. Yerga sholcha va arzon palos to'shalgandi. To'rda xontaxta qo'yilgan. Ikki chetiga ko'rpacha solingan. Ortiqcha hech narsa yo'q. Deraza tomonga ikkita stul suyab qo'yilgan. Tepada esa uzun lampochka osilib turibdi. Shahzod 23 yillik hayotida bunday manzaraga duch kelmagandi. Kecha hovlining ko'rinishi hech gap emas ekan.